Qishda yeyish uchun qirqog'ayni garimdori tuzlaymiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta saqlangiz qilib oling. Garimdorlarimizni yuvib tozalab olamiz. Xohishga ko'ra chesnok so'sa ham bo'ladi. 400 grammlik yuvib tozalangan bankamizga garimdorlarni shunaqa yotqizib taxlab chiqamiz. Yotqizib taxlasanglar bir tekisda chiroyli bo'lib chiqadi. Zich qilib taxlangan garimdorlarimiz ustidan chesnoklarimizni solamiz va qaynab turgan suvni solib, banka to'lguncha krishkasini yopib 10 minutga qoldiramiz. 10 minutdan keyin suvni to'kib tashlaymiz va 1 osh qoshiq tuz solamiz. Uni ustidan yana qaynab shaqillab turgan suvni banka to'lguncha solamiz. Ketidan uksus solamiz. 70% uksus bo'lsa 1 osh qoshiq, 9% uksus bo'lsa 2 osh qoshiq solamiz va krishkasini qattiq qilib burab qo'yamiz. Bemalol qishgacha turadi. Ochganingizda svejiy, mazali garimdorlarni iste'mol qilasizlar. Video yoqqan bo'lsa saqlangiz qilib, do'koningizga yuborib qo'ying. Sahifamga obuna bo'ling.